Assalomu alaykum Instagram ahli kuzatuvchilar va yangi ko'rib turganlar, nasib bo'lsa, narx-navosi yengil, sostenasi idealni bo'lgan Nexia 1 izlab yurganlar bo'lsa, mana marhamat. 2000-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi sotuvda. Sonus Tramblor Lux konditsioner bo'ladi. Zavodskiy kalpaklar taqilgan, 4 ta yumshoq balon pachka taqilgan, yangi akkumulyator qo'yilgan. Mashinamizda shumkalari ham bor. Salon qismlarini ko'rsatamiz. Salonlari ham, chexollari ham yaxshi holatda, barlari bor. Magnitofon bor, mashinamiz 5,5 kuruk yuryapti. Torpedalari ham, eshik ashkalari ham juda yaxshi holatda. Orqa tomonlama. Xo'p, mashinamizning tashqi ko'rinishlari. Kuzatuvchilarimiz mashinani oldi kitlari butun strashni udar bo'lmagan, bir 30-40% kraskalari bor. Va qolaversa ba'zi joylarda mana bunaqangi ko'rinib turgandek, ba'zi joylarda metinalari ham bor. Narxiga keladigan bo'lsak, bu kuzatuvchilarimizga mashinani 22.500 ga baraka qilamiz. Yana bitta qulaylik sizlarni o'ylagan holatda Tikio Matiz mashinasi bolalarga barter varianti ham bor. Dokumentlarni xudo xolasa general davringiz qilib beramiz inshaalloh nasib bo'lsa. Podpisatganlarga esdan chiqmasa, Nexia 1 izlab yurganlar bo'lsa, bu videoni tashlab qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.